sifatli mahsulot bo'lgandan keyin, sifatli brend bo'lgandan keyin o'sha xaridor keladi-da. Bu necha kun turadi ratda bilan? Nimada? Rastada necha kun turadi mana shular? 4 kun, 1 hafta turadi. Hech nima qilmaydi, bir xil o'zgarmaydi. O'qlanmagan tagi yaxshi. Siz qayerdansiz o'zingiz? Tojikistonda mana. O'zbekistonda yuklari ham xudo xolasa mana shunaqa brendlar bilan xudo xolasa inshaalloh turadi. Yaxshi niyat qilyapmiz mana. Akalar qaranglar, brendga qattiqroq qaratamiz. Brend hamma qabulxona egasi va bozor ma'muriyati, Oltiariq bozori ham. Bozor ma'muriyati javob beradi bu yer. Qabulxonalar va tochka egalari, yukxonalar javob beradi. Pomidorni qarang, odamda havas keladi, mana yangicha. Voy, onasini yemsin deysizlar, jaydarcha gap bor. Bu qaytki pomidor. Turkiya tayini qani tayini bitta ko'raychi, maydani solmagan. Mayli bittani buzyapman endi. Mayli endi. Biz mana oddiy mana gilos deylik, gilos ekanda razmer. Mana gilosda mana qana solgan. Pomidorni gilos nimada ko'ryapsiz, tagini. Qani 2 qator terganmi, 3 qatormi? 2 qatori. Voy mana tagi ham bir xil, mana o'zlaring ko'ryapsizlar. Mana biz ham mana shunaqa qilishimiz kerak. Uzr endi buzilib ketdi aka. Mana shunaqa brendga o'tishimiz kerak. Mana oddiy pomidorni jaydaricha tergan mana. Ko'ryapsizlarmi brendni? Ratda turibdi, kelgan. Pomidor Buxoroniki, Navoiy, Toshkentniki. Mana shunaqa brendga o'tishimiz kerak. Hamma qilgan ishiga javob berish kerak.